Eng mazali stir fry salatini tayyorlashni xohlarmidingiz? Mehmon dasturxoni yoki oilaviy dasturxoningizni bezatadigan salatlarning eng zo'ri bo'ladi. Tayyorlanishi ham osongina. Qizil va yashil bolgarskiyni mana shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Baqlajonni ham to'rga bo'lib, katta qilib to'g'rab olamiz va jo'xori kraxmalni sepib, yaxshilab belab, chiroyli rangi kirguncha qovurib pishirib olamiz. Va yog'ini sirqitib suzib qo'yamiz. Tovuq filesini ham to'g'rab, katta to'g'rab olamiz. Hammasini ham shu marinovkasida mazali o'zini ta'mi kelib turadigan marinovka qilib, aynan qanaqa pripravalar solganimni video tagida opisaniyada yozib qo'yaman. Marinovka qilgan filemizni orqa oldini baland olovda qizartirib, olovini pasaytirib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ko'k piyoz bilan kinzani katta qilib to'g'rab olamiz va ketma-ketlikda barcha masalliqlarimizni kattaroq idishga solib, eng oxirida soya bilan sladkий chili solib, yaxshilab aralashtirib, oilaviy mehmon va to'y dasturxonlarimizga tortamiz. Bu salatni bir marta yegan odam qayta so'rashi aniq. Video retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, sahranich qilib, albatta tayyorlab ko'ring. Ko'p salatxo'r yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va albatta sahifamga obuna bo'ling.